O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati mamlakat iqtisodiyotiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadigan yirik kompaniyalardan biri. Shu bois uning faoliyati davlat rahbarining doimiy nazoratida. Prezidentimizga ushbu kompaniya faoliyati, belgilangan vazifalarning ijrosi yuzasidan tez-tez axborot beriladi. Yakuniga yetib borayotgan haftada Prezident Shavkat Mirziyoyevga O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyatining joriy yil birinchi yarmidagi faoliyati va yil yakuniga qadar ustuvor vazifalari yuzasidan hisobot berildi. Ishlashga tayyormisizlar? Tayyor. Qashqadaryo viloyatidagi seysmostansiya mutaxassislar yer ostiga seysmik to'lqinlar yuborish orqali yer qatlamining tuzilishi va gaz to'planishi mumkin bo'lgan joylarni seysmik usulda o'rganmoqda. Biz dala sharoitida 3D usulda 6000 metrgacha tekshiruv ishlarini olib boramiz. O'sha tekshiruv ishlari, ma'lumotlar bazasi hammasiga yig'ilgandan keyin asosiy mana kon borligini aniqlash, kon borligini aniqlik kiritganimizdan keyin o'sha burg'ulash ishlariga topshiriladi. Maxsus geofizik tadqiqot rejali tadqiqot jarayoni bo'lib, aholi uchun xavf tug'dirmaydi. Bu texnikalarimiz yerga qaytish to'lqinini yoza oladi. Vibratsiya beradi, to'lqin stansiya orqali bir xil tarzda ishlaydi. Kabinada kompyuter bor, boshqaradigan. O'sha boshqaradi texnikamizni. U bo'lmasa boshqarish qiyin. Xonadonlarimizdagi issiqlik, korxonalarning barqaror faoliyati, qolaversa butun iqtisodiyotning bir maromda ishlashi har qanday ob-havo sharoitida, olis hududlarda ish olib borib, yer qa'ridan tabiiy gaz va boshqa uglevodorod zaxiralarini aniqlayotgan soha xodimlarining mashaqqatli faoliyatiga bog'liq. Nihoyasiga yetib borayotgan haftada Prezident Shavkat Mirziyoyevga O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyatining joriy yil birinchi yarmidagi faoliyati va yil yakuniga qadar ustuvor vazifalari yuzasidan hisobot berildi. 2026-yilning birinchi yarmida jamiyat tomonidan 1,5 milliard kub metr tabiiy gaz qazib chiqarildi. Ayni paytda neft, dizel yoqilg'isi, aviakerosin va suyultirilgan gaz ishlab chiqarish hajmi prognoz ko'rsatkichlaridan yuqori bo'ldi. Neft mahsulotlari bo'lgan avtobenzin, aviakerosin, oltin gurgut, polietilen, suyultirilgan gaz mahsulotlari reja ko'rsatkichlari to'liq bajarildi. Natijada joriy yil 6 oylikda jamiyatning biznes reja ko'rsatkichlari, xususan sof foydasi o'tgan yilning mos davriga nisbatan 110% ga bajarildi. Jamiyatda amalga oshirilgan transformatsiya, operatsion samaradorlikni oshirish, xarajatlarni maqbullashtirish va raqamlashtirish tadbirlari natijasida joriy yilning 6 oyligida 1 trillion 100 milliard so'm mablag'lar ishlab chiqarish xarajatlari qisqartirildi. Geologiya qidiruv ishlarining sifati va hajmini oshirish maqsadida O'zbek geofizika aksiyadorlik jamiyatini modernizatsiya qilish rejalari haqida ham axborot berildi. Kon geologiya uskunalarini yangilash va zamonaviy dala 3D seysmik majmuasini xarid qilish uchun 38,8 million dollar yo'naltirish ko'zda tutilgan. Bu yuqori marra seysmik qidiruv ishlarini ko'lamini kengaytirish natijasida, chuqur qatlamlarni o'rganish natijasida, dasturiy ta'minot va boshqa yaxshi yangi zamonaviy ilg'or uskunalarni joriy etish natijasida shu paytgacha oldin ko'rilmagan yoki yaxshi aniqlanmagan qatlamlarni ajratib olish imkoniyatimiz paydo bo'ladi. Mana shu 19 tadan 30 tagacha yetkazish imkoniyatimiz bor. Bu hammasi hisob-kitob qilingan. Misol uchun aytishimiz mumkin, hozirgi kunda Kanadani mashhur Innova kompaniyasining 2 ta 3D seysmik qidiruv majmuasini olib kelib ishga tushirish mo'ljallangan. U bugungi kunda bizda eng oxirgi ishlatayotgan 3D seysmik qidiruv majmuamiz 4000 kanal bo'lib, shundan 5 barobar quvvati yuqori. Bundan tashqari aytishimiz mumkin, Amerika Qo'shma Shtatlarining dunyoda hamma davlatlarda ishlatiladigan Schlumberger kompaniyasining superkompyuteri, sun'iy intellektga asoslangan seysmik ma'lumotlarga ishlov berish va talqin qilish apparat dasturiy majmuasini olib kelib ishga tushirish rejalashtirilgan. Bu ham bizani bugungi kunda ishlatib turgan apparat dasturiy majmuamizdan 10 barobar quvvati yuqori. Bu hammasi respublikamizda aholisini, iste'molchilarni tabiiy gaz, energetik resurslar bilan ta'minlashga xizmat qiladi. Davlatimiz rahbari aholi va iqtisodiyot tarmoqlarini neft mahsulotlari bilan barqaror va uzluksiz ta'minlash choralarini ko'rish bo'yicha topshiriqlar berdi. 2026-yilda oldimizda juda katta marralar qo'yilgan. Bu birinchi o'rinda 3D seysmika ishlarini
4,7 barobarga o'tgan yilga nisbatan o'stirish, burg'ilash ishlarini 2,2 barobarga oshirishni reja qilganmiz hamda geologik texnik tadbirlarni 1,8 barobarga oshirishni reja qilganmiz. Alohida e'tiborimiz geofizika va burg'ilash korxonalarini texnologik modernizatsiyasiga. Bu masalada demak yangi ikkita seysmik kompleksni, Kanadada ishlab chiqqan seysmik kompleksni keltirilishi hamda ishlab chiqarishga joriy qilinishi rejalashtirilgan. Birinchi yarim yillikda erishgan natijalarimizdan xulosa chiqarib, ikkinchi yarim yillikda oldimizga ustuvor vazifalarni belgilab berdilar. Bu vazifalarni to'laqonli, tizimli bajarilishi ta'minlanadi. Energetikada muammo mablag'da emas, chunki qancha kerak bo'lsa topib beryapmiz. Muammo tizimni boshqaruvida. Joriy yil 27-iyul kuni davlatimiz rahbari raisligida yoqilg'i energetika tarmog'idagi ustuvor masalalar bo'yicha video selektor yig'ilishi o'tkazilgan edi. Unda sohadagi boshqaruv, joylardagi elektr va gaz ta'minoti barqarorligi, avariyalar hamda energiya yo'qotishlarini qisqartirish borasidagi ishlar tanqidiy tahlil qilindi. Xususan elektr va gaz ta'minoti bilan bog'liq ishlarni tumanbay va mahallabay tashkil etish, hududlarning energiya iste'moli balansini shakllantirish, tarmoqlar va uskunalarni xatlovdan o'tkazish, kuz-qish mavsumiga puxta tayyorgarlik ko'rish, raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni keng joriy etish bo'yicha vazifalar belgilangan edi. 6 avgust kuni o'tkazilgan yig'ilishda tarmoq oldida qo'yilgan vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari yuzasidan axborot berildi. Jumladan hozirda Yangiyo'l tumanida elektr va gaz ta'minotini yaxshilash bo'yicha maxsus shtab faoliyat yuritmoqda. Hurmatli prezidentimiz tomonidan bizga bir qator vazifalar belgilandi. Shulardan eng ustuvorlari bu ishlarni mahallabay tashkil etish, har bir mahallaning energetik pasportini shakllantirish. Ikkinchi yo'nalish energetika sohasidagi elektr energiyasi va tabiiy gaz yetkazib beruvchi kompaniyalarimiz va iste'molchilar o'rtasidagi muloqotni umuman yangi bosqichga olib chiqishimiz kerak. Chunki tadbirkor va aholidan kelib tushayotgan murojaatlarni qayta ishlash, ularga javob berish bugungi davr talablariga to'g'ri kelmaydi. Onlayn platformalarni ishga tushirish, axborot tizimlari, billing tizimlari bilan bog'lash, ya'ni har bir iste'molchi, xoh tadbirkor bo'lsin, xoh aholi bo'lsin, o'zi xohlagan vaqtda mobil ilova orqali o'zining qarzdorligi yoki boshqa ma'lumotlarni olish imkoniyatiga bo'lsin. Albatta, barcha mijozlar ham mobil ilovadan foydalana olmaydi. Shuning uchun ko'l markazlarining faoliyatini ham tubdan qayta ko'rib chiqib, sonini ko'paytirish va javob berishda ham sifat jihatdan, ham vaqt jihatdan yangi bir yaxshiroq ko'rsatkichlarga erishishimiz kerak. Taqdimotda hududiy elektr tarmoqlariga, joylardagi elektr ta'minoti barqarorligini oshirish, infratuzilmani bosqichma-bosqich modernizatsiya qilish, avariyalarning uzilishlarini kamaytirish va xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash topshirildi. O'zbek energiya inspeksiya zimmasiga energiya resurslaridan oqilona foydalanish ustidan nazoratni kuchaytirish, texnik talablarga rioya etilishini ta'minlash, yo'qotishlarni qisqartirish, yirik iste'molchilarni energiya auditidan o'tkazishni jadallashtirish vazifalari qo'yildi.